Assalomu alaykum. Efirda kun xabarlari. Xalqaro baxshichilik festivaliga tayyorgarlik bo'yicha yig'ilish o'tkazildi. Kuni kecha Madaniyat vazirining birinchi o'rinbosari Bahodir Ahmedov Xivada bo'lib, u yerda bo'lib o'tishi rejalashtirilayotgan xalqaro baxshichilik san'atiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha tashkiliy ijodiy guruhning navbatdagi yig'ilishini o'tkazdi. Amir Temur tavalludi munosabati bilan poytaxtda tantanali tadbir bo'lib o'tdi. Madaniyat vaziri o'rinbosari Murodjon Majidov hamda vazirlik markaziy apparati tizim tashkilotlari rahbari xodimlari Sohibqiron haykali poyiga gullar qo'yib, uning xotirasiga hurmat bajo keltirishdi. Fuqaro murojaati tinglandi. Bugun 9-aprel kuni Madaniyat vaziri o'rinbosari Yusufjon Usmonov davlat xususiy sherikchilik bo'yicha fuqaro murojaatlarini tingladi. Fransuz musiqa festivalining matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Mazkur anjumanga Fransiyaning O'zbekistondagi favqulodda muxtor elchisi Arelia Bushes xonim tashrif buyurdi. Anjuman 9-apreldan 30-aprelga qadar fransuz musiqasi festivali o'tkazilishi rejalashtirilganligi haqida bo'ldi. Odina Ahmadjon va Madaniyat vazirligi matbuot xizmati